Havalığa payda qatqan narsaning notisi amaliyotda yezda. Yaqindan beri mushu yezi qishloqlardagi yosh yigitlarimiz meni to'la izlab keldi. Bularning ko'p qismi shu menda bah ojizligi bor, börak ojizligi bor. Yangidan to'y qilmoqchi edim, doktor. To'y qilishga ishonchim yo'q deganga o'xshash gaplarni qilib. Ham bular ko'p qism tiyiblardan, ham tor dunyosidan har xil shu bahni kuchlantirguchi, badanni quvvatlaguchi nurg'un dorilarni apyapti. Bak afsus, bak afsus. Amaliyotda shaharning baldiri qargan chog'da yezining baldiri haqiqiy tabiiy quvvat mahsulotlariga eng ko'p uchrayotgan, eng ko'p iste'mol qilayotganlar sizlar. Nima uchun o'zingizning uydan chiqayotgan bu narsalarni foydalanmaysizlar? Masalan, yerlik to'g'uning tuxumini sizning uydan topqilyapti. Yerlik g'oz tuxumini sizning uydan topqilyapti. Yerlik ko'kkaptarning tuxumini sizning uydan topqilyapti. Yerlik qo'y, yerlik qo'toz go'shtidan boshlab hammasi sizning uyingizdan chiqadi tuqqanlar. Oddiysi mevичеlerden bo'lgan chog'da yong'oq, bodom mag'izi, uzum qatorliq shu bah qon quvvatni quvvatlaguchi yemak-ichmaklarning biri sizlarning uyingizdan chiqadi. Biz faqat mushu yezi qissoqlardan chiqayotgan mushu yemak-ichmaklarni, mushu hayvonlarning har xil ichki a'zolaridan, to'g'u tuxumlaridan, har xil tuxumlardan foydalanib sizlarga dori yasab beryapmiz xolos. Mushu bah ojizliklariga qarata. Endi mushu to'y yashirib turayotgan yosh yigitlarimiz hem yangidan to'y qilgan yoki bo'lmasa to'y qilishni orzu qilayotgan bolalar yugublam tibobatning yo jungininki har xil kuchlantirguchi quvvat dorilarini oldirab yeyishinglarning hojati yo'q. Amaliyotda o'zingizning uydagi mushu jon-jondorlarninki mushu mahsulotlarining tabiat dunyosiga bizga ato qilgan bu narsalarni o'zingiz ko'proq iste'mol qilinglar. Bular undan keyin manfaat qilmagan chog'da undan keyin tiyib doktorlarni izlasanglar kechikmaysizlar. Badam mig'izi, ko'kkaptarning tuxumi, to'g'u tuxumi, g'oz tuxumi qatorliqlarni kunda degudek o'zinglar muvofiq miqdorda iste'mol qilib bersanglar, lo'bi kabir, majuni so'lab, muqov boh, shaqoqul qiyomi deganlarning yeyishning sizlarga chot hojati yo'q. Mushu narsalar dal o'g'avolninki jing bo'g'izi. Bilib olinglar.